aytadi, men bilan falon joyga borib gunoh qilgan. Qo'l aytadi, falonchini urgan, falonchini haqqini tortib olgan. Ko'z aytadi, men bilan falon ish qilgan. Quloq aytadi, zinoni fahshni eshitgan. Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni. Shunda ular aytadi, o'zini terilari ziyoniga guvohlik beradi o'zini. Shunda aytadi, terilariga, nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar? Deyishganida terilari javob beradi. Bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zligigina qaytarilursizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Ma terini gapirishni tasavvur qila olasizmi? Til jag'i yo'q, lekin Alloh gapirtiradi. Alloh hammasiga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmi zinoga? Oyog'i aytadi, men bilan falon joyga borib gunoh qilgan.